108 bab. Babun er-raculu ra'in fi ehlihi. Er kishi o'zining ballarga, ahliga, ayoliga mas'ul, ya'ni padichi deganimiz mas'ul. 212 hadis. Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhu shundoq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq dedi: Kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sizlarning hammanglar padichi, ya'ni mas'ul va hammanglar o'zining padillaridan so'raladi. Amir padichi va u so'ralg'uchi. Bir er kishi o'zining ahliga mas'ul, ya'ni ayoli, ballarga mas'ul. Mas'ul degan so'ralg'uchi, ra'in degan padichi, mas'ul deb tushunsak bo'ldi. Va ayol kishi erining uyiga mas'ul, padichi. Va hiya mas'ula, u shuningdan so'raladi. Ala va kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Agah bo'linglarki, diqqat qilinglarki, sizlarning hammanglar padichi, hammanglar o'zining padillaridan so'ralg'uchi, padillarga mas'ul. Ya'ni bu hadis demoqchi bo'lgani, har bir kishining zimmasiga ma'lum darajadagi, ma'lum doiradagi mas'uliyatlar yuklangan. Boshqarishdan iborat bu mas'uliyat yuklangan. Shuning uchun biz insonlar o'sha boshqarish deydigan narsani o'rganishimiz kerak. Davomli boshqalarga bo'zak bo'lib, boshqalar tarafidan boshqarilish emas, balki boshqarishni o'rganishimiz kerak. 210 hadis. Malik ibn al-Huwayris mundaq deydi: Biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning huzuriga keldik. Va nahnu shababatun mutaqaribun. Biz tangtush yoshlar edik, ya'ni tangtush yigitlar edik. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning huzurida 20 kun turdik. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bizni oilasini sig'inib qoldi deb o'yladi-da, bizdan ahlimizda qo'yib kelgan kishilar haqida bizdan so'radi. Biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga deb bergan to'q payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana rafiqan rahiman, nayt bag'ri yumshoq, nayt rahimdil kishi edi. Mundaq dedi: Sizlar oilanglarga qaytinglar, ularga o'gitinglar, ya'ni mendan o'rganganlarni ularga o'gitinglar, ahkamlarni o'gitinglar va ularni buyuringlar. Va sallu kama ra'aytumuni usalli. Va mening namoz o'qiganimni ko'rganinglarga o'xshash, shunda namoz o'qinglar. Namoz vaqti kelgan vaqtida sizlarning biringlar azon etsin va sizlarning cho'nginglar imom bo'lsin. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu yoshlarni, yigitlarni uyga qaytishga buyurgan vaqtida "Uyinglar qaytinglar" deb yo'lga sep qo'ymasdan, balki oilanglarni, bolalaringlarni o'gitinglar, din ahkamlarini o'gitinglar, namoz o'qinglar, namoz vaqti kirganda azon to'langlar va cho'nginglar imom bo'lsin degan vazifalar bilan, nasihatlar bilan yo'lga soldi. Bu hadisdan elinadigan foydadan yana birisi imomatchilikning ajri muazzinning ajridan katta. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sizlarning biringlar azon to'lsin va cho'nginglar imom bo'lsin deb cho'ngining imom bo'lishini ta'kidladi. Azon to'laydigani bo'lsa, paloni azon to'lsin yoki cho'nginglar azon to'lsin deb bekitib berdi. Yana bir nuqta bu hadisdagi sizlarning cho'nginglar imom bo'lsin degan nuqtaga kelsak, buni olimlar islomdagi yeshi cho'ng bo'lgan deb ko'rsatdi. Ya'ni ilmi ko'p bo'lgan, Qur'onni ko'p biladigan, ahkamlarni ko'p biladigan, ilm jihatda martabasi yuqori bo'lgan, ya'ni ilmi ko'p bo'lgan imom bo'lsin demoqchi deb tushuntirdi. Imomatchilikda burun hijrat qilgan, burun iymon aytgan, Qur'ondan eng ko'p biladigan, namoz ahkamlari degandek ahkamlarni eng ko'p biladigan kishini imomatchilikda tanlaymiz. Agar bu jihatlardan ikkisining masalan tang bo'lib qolsa, yeshi cho'ng bo'lganini tanlaymiz imomatchilikda. 109 bab. Babun al-mar'atu ra'iya. Ayol kishi mu padichi, ya'ni mas'ul. 214 hadis. Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligini anglagan: Sizlarning hammanglar padichi, hammanglar o'zining padillaridan mas'ul. Imom padichi, u o'zining padillaridan mas'ul. Er kishi o'zining oilasida, ahlida, ayoli ballarida padichi va ayol kishi erining uyida padichi va xizmatchi, xo'jayinning mollarida padichi, ya'ni mas'ul. Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhu shundoq deydi: Men bu so'zlarni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan anglagan va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni mundaq dedi deb o'ylayman. Er kishi dadasining milida padichi, ya'ni dadasining mollariga mas'ul. Ya'ni farzandi dadasining mollari qaraydi, qo'g'daydi,
mas'ul bo'ladi. 110 bab. Babun man suni'a ilayhi ma'rufun falyukafihu. Bir kishiga yaxshilik qilinsa, uni mukofotlasin. Ya'ni yaxshiligiga javob qaytarsin. Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq degan: Kimga yaxshilik qilinsa, uni mukofotlasin. Agar mukofotligidek bir narsa topamasa, uningga sana o'qisin, ya'ni maqtasin. Chunki u uningga sana o'qisa, ya'ni maqtasa, uningga shukr qilgan bo'ladi. Kimki uni yushirsa, ya'ni yaxshiligini yushirsa, uningga tuzkorlik qilgan bo'ladi. Wa man tahalla bima lam yu'ta ka'annama labisa sawbay zurin. Kimki berilmagan narsa bilan o'zini zinnatlab olsa, xuddi u ikkidani yolg'on kiyim kiyib olgandek bo'ladi. Demak, bu hadisda Suyumli Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bizga yaxshilik qilgan kishining yaxshiligiga javob qaytarishimizga, agar qodir bo'lmasak, uni maqtab qo'yishga, masalan, jazakallohu xayran degan o'xshash chiroyli so'zlarni qilishga buyuruydi. Bunda qilgan vaqtda qarshi taraf davomli boshqalarga yaxshilik qilishdan iborat bu xislatni keng qanot yaydirdi. Hamda garchi u yaxshiligini Alloh rozilik uchun qilgan bo'lsa-mu, garchi uning ko'nglida bizga nisbatan bir o'ch adovat, yaxshilik qilganni bilmaydigan pastkash nimikan deydigan bir o'y xiyol bo'lib qolishning oldini oladi. Agar boshqalarning bizga qilgan yaxshiligini yushursak-chu, ya'ni bu bizga yaxshilik qilib baxmagan, sen menga yaxshilik qilib baxmagan, qancha yaxshilik qilib baxding degandek yushursa, uningga kafir bo'ldi degani bu yerdagi tuzkorlik qildi demakchi. Kimki berilmagan narsa bilan o'zini zinnatlab olsa degani, masalan, ilm bo'lsin yoki pul mol dunyo bo'lsin, o'zida yo'q narsani men mundaq berildim, faloni menga mundaq narsalarni berdi, yoki Alloh taolo menga mundaq mol dunyo berdi, yoki mundaq ilm berdi, men mundaq ilmlik va yoki men mundaq boy deb o'zi boy emas turib, ilmlik emas turib, Alloh bermagan va yoki boshqalar bermagan narsalar bilan o'zini maqtab, yolg'alatin insonlarga mushundaq o'zini zinnatlab ko'rsatsa, buning gunohi ikkasi bo'ladi. Ya'ni buning gunohi ig'ir demakchi. Ikkidan yolg'on kiyim kiyib olganga o'xshaydi degani bu yer bir o'xshatish, misol keltirish. Ya'ni qo'shlab yolg'onchilik bo'ladi. Buningki yolg'onchiligining gunohi qo'sh yolg'onchilikka kiradi demakchi. 216-hadis Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq degan: Kimki Alloh bilan panohlik tilasa, ya'ni sizlarning yomonliginglardan Allohga sig'inib turib panohlik tilasa, uningga panohlik beringlar, uningga chiqilmanglar. Va kimki Alloh bilan so'rasa, uningga beringlar, ya'ni Alloh bilan so'rayman, menga bergin deb bir narsa so'rasa, uningga beringlar. Va kimki sizlarga bir yaxshilik qilgan bo'lsa, uni mukofotlanglar. Agar topolmasanglar, uningga duo qilinglar, hattoki u sizlarning o'zini mukofotlaganliklarini bilsin. Bu hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh bilan panohlik so'rasa, panohlik beringlar, ya'ni uning ziyonkashlik qilmanglar. Alloh bilan bir narsa so'rasa, uning beringlar deydi. Shuning uchun agar boshqalar bizdan Allohning nomi bilan bir narsa so'rasa, berishimiz kerak. Ammo biz uningga bergandan keyin u biz bergan pul mol dunyoni munkar, harom yo'llarga ishlatadiganligini bilsak, bu chaqda Allohning nomi bilan so'rgan taqdirda ham berishga bo'lmaydi. Masalan, biz uningga pul bersak, u berib aroq ichadigan va yoki boshqa yomon yo'llarga ishlatadigan bo'lib qolsa, u chaqda bermaymiz. Yana agar boshqalar bizga yaxshilik qilgan bo'lsa, uni mukofotlaymiz, ya'ni uningga javob qaytaramiz. Agar qodir bo'lmasak, uni maqtab qo'yamiz yoki uningga duo qilamiz.